Doska ko'rinyaptimi hammaga? Ovoz yaxshi boryaptimi? Ovozim boryaptimi? Yaxshi. Doska ko'rinyapti turgan bo'lsa, ko'rinyapti deb yozib olinglar endi. Boshlaymiz keyin darsda. Doskamiz yaxshimi? Xo'p, yaxshi. Doskamiz ko'rinyapti ekan, demak biz mavzuni boshlaymiz. Demak, bugungi mavzuyimiz hayvonot hamda o'simliklar dunyosini gametogenez jarayonini ko'rib ketamiz. Dastlab gametogenez degan so'zni ma'nosini bilib olaylik. Demak, gametogenez so'zining ma'nosi bizda demak gametogenez so'zining ma'nosi gameta degani demak gameta bu jinsiy hujayra degani. Jinsiy hujayra degani. Xo'p, genezis so'zining ma'nosi esa genezis degani demak rivojlanish degani. Ya'ni jinsiy hujayralarning rivojlanish jarayoni gametogenez deb ataladi. Xo'p, gametogenez jarayonida o'simliklarda ham, hayvonlarda ham demak jinsiy hujayralar hosil bo'ladi. Gametogenez kechadigan a'zolar turlicha organizmda har xil bo'ladi. Misol uchun yuksak hayvonlarda gametogenez qayerda amalga oshadi? Yuksak hayvonlarda demak yuksak hayvonlarda gametogenez jarayoni demak qayerda amalga oshadi? Ularda urug'don hamda tuxumdonda amalga oshadi. Gametogenez jarayoni yuksak hayvonlarda urug'don va tuxumdan amalga oshadi. Yuksak o'simliklarda esa ya'ni gulli o'simlikda nazarda tutilyapti. Bularda esa bu jarayon changdon hamda tugunchadagi urug'-kurtayda amalga oshadi. Tugunchada urug'-kurtayda amalga oshadi. Xo'p, tuban o'simliklarda-chi? Tuban o'simliklarda ya'ni tuban o'simliklar deganda biz bir hujayrali, ko'p hujayrali suvo'tlar nazarda tutyapmiz. Bularda bu jarayon, ya'ni suvo'tlarda oladigan bo'lsak, gametangida amalga oshadi. Gametangida amalga oshadi. Zamburug'larda ham bu jarayon xuddi shu gametangida amalga oshadi. Zamburug'larda ham demak bu jarayon gametangida amalga oshadi. Gametangida amalga oshadi. Xo'p, sporali o'simliklarda-chi? Yuksak sporali o'simliklar.
sporali o'simliklarda bu jarayonimiz demak arxegoniy va antiridida amalga oshadi. Arxegoniy va antiridida amalga oshadi. Demak, gametogenez jarayoni yuksak hollarda urug'don va tuxumdonda amalga oshadi. Yuksak o'simliklar, ya'ni gulli o'simliklarda changdon va tugunchada amalga oshadi. Tuban o'tlar va zamburug'larda esa gametangida amalga oshadi. Yuksak sporali o'simliklarda esa arxegoniy hamda antiridida amalga oshishi mumkin bo'ladi. Xo'p, dastlab sizlar bilan hayvonlarda gametogenez jarayonini ko'rib ketamiz. Hayvonlarda gametogenez jarayoni. Demak, hayvonlarda gametogenez. Xo'p, hayvonlarda gametogenez. Ya'ni biz yuk jarayonini ko'rib ketamiz. Yuksak hayvonlarning gametogenez jarayoni urug'don hamda tuxumdan amalga oshadi. Mana jadval qilib chizib olamiz. O'rganishimizga osonroq bo'ladi bizda. Demak, hayvonlar gametogenez jarayoni dastlab, demak, spermatogenez. Yuksak hayvonlarda spermatozoidlarning rivojlanish jarayoni spermatogenez deb ataladi. Spermatogenez deb ataladi. Yuksak hayvonlarda tuxum hujayralarning rivojlanishi ovogenez deb ataladi. Ovogenez deb ataladi. Spermatogenez jarayoni urug'donda amalga oshadigan jarayon hisoblanadi. Urug'don. Ovogenez esa tuxumdonda amalga oshadi. Tuxumdonda amalga oshadi. Va hayvonlar gametogenez jarayoni 4 ta bosqichdan iborat. Ko'payish bosqichi, o'sish, yetilish hamda shakllanish bosqichidan tashkil topgan bo'ladi. Demak, dastlab ko'payish bosqichidan boshlaydigan bo'lsak, demak, birinchisi ko'payish bosqichi. Ko'payish. Ko'payish bosqichi spermatogenezda ham, ovogenezda ham amalga oshadigan jarayon hisoblanadi. Spermatogenez jarayonida ko'payish ishtirok etadigan hujayralar, demak, spermatogoniy deb ataladi. Spermatogoniy deb ataladi va spermatogoniyda xromosoma va DNK to'plami 2N, 2S holatda bo'ladi. N bu xromosomani ifodalaydi, S esa DNKni ifodalaydi. Ovogenezda ishtirok etadigan birlam jinsiy hujayra esa ovogoniy deb ataladi. Ovogoniy deb ataladi. Ovogoniyda ham xromosoma va DNK to'plami 2N, 2S holatda ifodalanishi mumkin bo'ladi. Demak, qaytarib o'tyapman. Spermatogenez jarayonida ishtirok etadigan birlamchi jinsiy hujayra spermatogoniy deb ataladi. Ovogenezda ishtirok etadigan birlamchi jinsiy hujayra esa ovogoniy deb ataladi. Ikkalasi ham to'plam 2N, 2S hisoblamada bo'lishi mumkin bo'ladi. Xo'p, endi bu ko'payish zonasida qanday jarayon amalga oshadi deydigan bo'lsa, ko'payish zonasida spermatogoniy ham, ovogoniy ham, demak, mitoz usulida bo'linadi. Mitoz usulida. Demak, mana buni spermatogoniy deb oladigan bo'lsak, spermatogoniy biroz kichikroq bo'ladi, ovogoniy esa kattaroq bo'ladi. Mana ikkalasi ham mitoz usulida bo'linadi va bilamiz, mitoz usulida ikkita hujayra hosil bo'ladi. Mana birinchi hujayra va ikkinchi hujayra. Bunda ham xuddi shu tartibda amalga oshadi. Mitozda ikkita hujayra hosil bo'ladi.
Keyinchalik bu hujayralar yana mitoz bo'linadi. Mana bu ham ikkita hujayra hosil qiladi. Bu ham ikkita hujayra hosil qiladi. Bu ham xuddi shu tartibda bo'linib, ikkitadan hujayrani hosil qiladi. Mana. Keyinchalik bular ham yana borgan sari maydalashib boradi va bularning hammasida xromosom va DNK to'plami 2N, 2S holatda bo'ladi. 2N, 2S holatda bo'ladi. Ko'payish zonasida. Ko'payish zonasi organizmlarda turlicha kechadi. Spermatogenez jarayoni qisqaroq bo'ladi, ko'payish zonasi, avogenez uzoqroq davom etishi mumkin bo'ladi. Odamlarda bu ko'payish zonasi balog'at yoshidan boshlanib turib, qarilik davrigacha amalga oshishi mumkin bo'ladi. Ba'zi bir tuban umurtqachilarda esa bu jarayon uzoq vaqt davom etishi mumkin bo'ladi. Shu bilan demak, hujayralar asta-sekin soni ko'payib boradi, ko'payish zonasida va mana ko'ryapsiz, birinchi ikkita, keyinchalik 4 ta hujayra hosil bo'lyapti. Borgan sari hujayralar soni ortib boraveradi. Shu bilan ko'payish zonasi tugaydi. Demak, keyingisi o'sish zonasi. O'sish. Buni ajratib qo'yaylik mana. Demak, ikkinchi zona o'sish zonasi. O'sish zonasi. Xo'p, o'sish zonasidan qanday jarayonlar kuzatiladi? Mana hosil bo'lgan hujayralarning bir qismi bittasi, misol uchun yo bunisi, yo bunisi, yo bunisi, yo bunisi qaysi biridir o'sish zonasiga o'tadi va asta-sekinlik bilan mana shu hujayraga tasavvur qiladigan bo'lsak, mana bunda ham xuddi shunaqa, bittasi o'sish zonasiga o'tdi va bu hujayralar o'sish zonasi asta-sekinlik bilan o'ziga oziq modda to'plashni boshlaydi. Xo'p, mana bu avogenezda ishtirok etadigan hujayralar juda ham hajmi kattalashib ketib qoladi, mana. Hatto bir necha 100 baravargacha kattalashib ketib qoladi, sariqlik miqdori ko'p bo'ladi. Spermatogenezda ishtirok etadigan mana bu spermatogoniyalar esa unchalik kattalashmaydi. Borgan sari sekin hajm shu holatda ortib boraveradi va bu o'sish zonasida bo'ladigan eng muhim jarayon DNK reduplikatsiya jarayoni hisoblanadi. DNK reduplikatsiya jarayoni va bu hosil bo'lgan mana bu hujayralar to'plami 2N 4S holatda bo'ladi. Ya'ni DNK 2 hissa oshadi. 2N 4S holatda amalga oshadi. Mana boshida to'plam 2N 2S edi, keyinchalik DNK 2 hissa oshganligi hisobiga 2N 4S to'plamni hosil qilyapti. Bu 2N 4S to'plamli hujayralar nima deb ataladi desak, birinchi tartib hujayralar deyiladi. Ya'ni birinchi tartib spermatositlar va bular birinchi tartib ovotsitlar deb ataladi. Birinchi tartib ovotsitlar deb ataladi. Ikkalasi ham to'plam, demak 2N 4S to'plamda bo'lishi mumkin. Mana shu o'sish zonasida hujayralar. Keyin o'sish zonasida bo'lgan yana bitta muhim jarayonlardan bittasi interfaza jarayoni amalga oshadi. Interfaza. Bu mitoz interfazasimi yoki meyoz interfazasimi deydigan bo'lsak, bu demak meyoz interfazasi hisoblanadi. Chunki mitozda mana bu yerda mitoz bo'linadi deb ketdik ko'payish zonasida. Mitoz ko'payish zonasiga tegishli bo'lgan mitoz tugab bo'ldi. Endi biz o'sish zonasiga o'tganmiz. O'sish zonasidan keyin yetilish zonasi keladi. Yetilish zonasida esa meyoz bo'linadi hujayralar. Hammalaringga ma'lum, meyozda ham ikkita bosqich bor, interfaza hamda meyoz bosqichlari. Aynan o'sha meyozga tegishli bo'lgan interfaza o'sish zonasida amalga oshadi va shuni hisobiga to'plam 2N 4S dan hosil bo'lishi mumkin bo'ladi. Demak, bu zona tugadi. Endi keyingi zonaga o'tamiz. Buni ajratib qo'yamiz. Keyingi zonaga o'tamiz. Keyingi zonasi demak uchinchisi yetilish zonasi bo'ladi. Uchinchi zona yetilish zonasi.
Yetilish zonasi. Xo'p, yetilish zonasi qanday jarayon kuzatiladi? Yetilish zonasida bo'ladigan eng muhim jarayon demak meyoz sikli amalga oshadi. Ya'ni meyoz jarayoni amalga oshishi mumkin bo'ladi. Va bunda demak quyidagi hujayra mana birinchi tartib spermatositlar bu zonaga o'tdi mana. Mana shu bu kattaroq bo'ladi. Birinchi tartib spermatositlar deb ataladi bu hujayralar va birinchi bu hujayralar meyoz 1 bo'linadi. Ya'ni reduksion bo'linishi deb ataymiz. Meyoz 1 bo'linishiga kirishadi. Bu ham xuddi shunday. Meyoz 1 bo'linishiga kirishadi. Ya'ni reduksion bo'linish deb ataladi. Shu amalga oshadi va reduksion bo'linishda ikkita hujayra hosil bo'ladi oxirida mana. Mana bu bitta hujayra, mana bu ikkinchi hujayra. Endi meyoz 1 da so'ngida, ya'ni telofaza 1 da hosil bo'lgan hujayralar to'plami N2S to'plamda bo'ladi. Bunda qanday hujayra hosil bo'ladi? Bunda meyoz bo'linishda demak bitta yirik hujayra hosil bo'ladi, e'tibor beramiz. Bitta mayda hujayra hosil bo'ladi. Bitta yirik, bitta mayda hujayra hosil bo'ladi. Bu mayda hujayraning nomi yo'naltiruvchi tanacha deb ataladi. Yo'naltiruvchi tana deb ataladi. Xo'p, bularda ham to'plami demak N2S to'plamda bo'lishi mumkin. Endi hosil bo'lgan N2S to'plamli hujayra nima deb nomlanadi deydigan bo'lsak, buni nomlab ketaylik. Ikkinchi tartib hujayralar. Ya'ni ikkinchi tartib spermatositlar. Spermatositlar va mana hosil bo'lgan bitta hujayra demak ikkinchi tartib ovatsit deyiladi. Ovatsit bo'ladi. Demak ikkinchi tartib ovatsitlari to'plam N2S to'plamda bo'lishi mumkin. Endi mana shu ikkinchi tartib hujayralar endi meyoz 2 bo'linishga kirishadi. Endi shular meyoz 2 bo'linishga kirishadi. Meyoz 2, ya'ni ekvatsion bo'linish deyiladi. Ekvatsion bo'linishga kirishadi. Xo'p, endi mana bunda hosil bo'lgan hujayralar, ya'ni N2 to'plamli hujayralar mana ikkita hosil bo'lganida N2 to'plamli hujayralar, shular meyoz 2 bo'lingandan keyin yana bo'linishni boshlaydi. Va 4 ta hujayra hosil bo'ladi. Bu hosil bo'lgan 4 ta hujayramizda to'plam NS to'plamda bo'ladi. Xo'p, bularda mana bu yirik hujayra bo'linib, mana bu yerda bitta yirik hujayrani hosil qilyapti, bitta mayda hujayrani hosil qilyapti. Bu ham bo'linadi. Mana jami demak bitta yirik 3 ta mayda hujayra hosil bo'lyapti. Hosil bo'lgan mana bu yirik hujayramizni nomlab ketadigan bo'lsak, demak tuxum hujayra deb ataladi bu. Tuxum hujayra. Mana bu 3 ta hujayralar esa, yo'naltiruvchi tanacha deb ataladi. Mana bu yozib qo'yganmiz. Yo'naltiruvchi tanacha deb ataladi. Xo'p, mana bu hosil bo'lgan hujayralar esa spermatida deb ataladi. Spermatida deb ataladi. Spermatida deb ataladi. Spermatida deb ataladi. Shu bilan demak, yetilish zonasi tugaydi. Yetilish zonasi tugaydi. Va 4-bosqichi boshlanadi, ya'ni shakllanish bosqichi. Shakllanish bosqichi. Shakllanish bosqichi asosan mana bu spermatogenezga tegishli. Avogenezda shakllanish bo'lmaydi. Shakllanishda nima bo'ladi? Mana bu hosil bo'lgan 4 ta spermatida endi yetilib spermatozoidlarni hosil qiladi mana. Bitta spermatozoid, ikkita spermatozoid, 3 ta va 4 ta. Ya'ni bu spermatida hali yetilmagan bo'ladi. Keyinchalik ular shakllanish bosqichida bosh, bo'yin, dum kabi a'zolarga ega bo'ladi.
bosh qismida akrosoma shakllanadi. Mana shu yerda to'xtalib ketaylik. Spermatozoidlarning akrosomasi qayerdan hosil bo'ladi desa, Golgi apparatidan hosil bo'ladi. Shu Golgi apparatidan akrosoma hosil bo'ladi. Bo'yin qismida demak hujayra markazi, endoplazmatik to'r shakllanadi va xipchinlar hosil bo'ladi. Va hosil bo'lgan mana bu hujayralarimiz, ya'ni shakllangandan keyingi hujayralarimiz spermatozoid deb ataladi. Spermatozoid. Spermatozoid deb ataladi mana. Endi bu spermatozoidlar shakllangan, tayyor urug'lantirishga tayyor bo'lgan hujayralar hisoblanadi. Demak, mana bu tuxum hujayra, mana bu tuxum hujayra hosil bo'ldi. NS to'plam tuxum hujayra. Mana 3 ta yo'naltir tanachalar nobud bo'ladi, yashamaydi. Mana bitta tuxum hujayra keyingi qismga o'tadi. Shakllanish bo'lmaydi, yirik bitta tuxum hujayra mana keyingi qismga o'tadi. Buning nomi demak tuxum hujayra. Tuxum hujayra hisoblanadi. Xo'p, buni ham to'plami demak NS to'plamda bo'ladi. Buni ham to'plami NS to'plamda bo'ladi. Shu bilan demak shakllanish bosqichi ham hayvonlar gametogenez jarayoni tugadi. Demak, mana shu holatda ifodalanishi mumkin bo'ladi. Ko'rib olishingiz mumkin. Hayvonlar gametogenezi bo'yicha qanday savolingiz bor? Savolingiz bo'lsa bering menga. Gapirmoqchi bo'lsangiz, ovozni ochib qo'yaman. Qo'l ko'tarsangiz, savolingiz bo'lsa bering menga. Mana. Endi spermatogenez bilan avogenezni farqlab ketaylik. Xo'p, birinchi farqi spermatogenez jarayoni mana urug'donda amalga oshadi, avogenez esa tuxumdonda amalga oshadi. Bu birinchi farqi. Ikkinchi farqi spermatogenezni so'ngida e'tibor bering. 4 ta bir xil kattalikdagi hujayralar hosil bo'lyapti, ya'ni spermatozoidlar. Avogenez esa bir dona yirik tuxum hujayra hosil bo'lyapti. Uchinchisi, avogenez bosqichida mana shakllanish bosqichi bo'lmaydi. Bu faqat spermatozoidlarga, ya'ni spermatogenezga tegishli bo'ladi. Keyingi farqi esa spermatogenez jarayoni sariqlik kam bo'lganligi uchun qisqa vaqt davom etadi. Avogenez esa uzoq vaqt davom etishi mumkin bo'ladi. Mana shu jihatdan demak, hayvonlar o'simliklarda bu jarayon farqlanib ketadi. Savolingiz bo'lsa bering. Savol yo'q bo'lsa keyin gulli o'simliklarga o'tamiz. Gulli o'simliklarnikiga o'tib ketamiz. Savol yo'qmi? Bo'lsam yozib qoldiringlar. Savolingiz bo'lsa. Yaxshi, savol yo'q ekan, demak o'simliklar gametogenezga o'tib ketamiz. O'simliklar gametogenezi bo'yicha gaplashib ketamiz. Ya'ni biz gulli o'simliklarni gametogenezi bo'yicha ko'rib ketamiz, qanday ketish haqida. Mana biz mavzuni boshida aytib ketdik. Gulli o'simliklarning, yuksak o'simliklarda gametogenez jarayoni changdon hamda tugunchada amalga oshadigan jarayon hisoblanadi. Siz bilan dastlab o'sha changdonda kechadigan jarayonni ko'rib ketamiz, ya'ni spermiyalarni hosil bo'lish jarayonni ko'rib ketamiz, qanday ketish haqida. Demak, boshlaymiz. Qanday bo'lish haqida. Mana bu hujayra, mana hujayra demak changdon deb ataladi. Changdon. Changdon deb ataladi. Bunda yetilgan hujayra esa, changdonda yetilgan hujayra esa demak chang mikrosporatsit deb ataladi. Demak, mana bu hujayra. Buni nomi demak mikrosporatsit deb ataladi. Mikrosporatsit deb ataladi. Mikrosporatsit. O'zi dastlab bir narsani yozib ketay, birovlar tushunarli bo'ladi. Bizda arxeospora degan tushuncha bor.
Arxeospora ikkita guruhga bo'linadi. Mikrosporatsit va megasporatsit. Mikrosporatsit va megasporatsit. Dastlab o'sha mikrosporatsit hujayralarni ko'rib ketyapmiz, qanday hosil bo'lish jarayoni. Demak, mikrosporatsit changdonda yetilgan hujayra hisoblanadi. Bu mikrosporatsit dastlab meyoz usulida bo'linadi. Demak, meyoz usulida bo'linadi. Meyoz bo'linadi va to'rtta bir-biriga o'xshash bo'lgan hujayra hosil qiladi mana. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta hujayra hosil qiladi. Bu hujayralarning nomi, demak, mikrospora deb ataladi. Mikrospora. Mikrospora deb ataladi va har bitta mikrosporaning xromosom to'plami n to'plamda bo'ladi. Har bittasi n to'plamda bo'ladi. Mikrospora hosil bo'ladi. Endi bu mikrosporalardan ma'lumot o'tgandan keyin chang donachasi hosil bo'ladi. Bitta mikrosporadan bitta chang donachasi hosil bo'ladi. Demak, mana mikrospora shundan demak chang donachasi hosil bo'ladi. Demak, 4 ta chang donachasi hosil bo'ladi. 4 ta chang donachasi hosil bo'ladi. Mana. Demak, chang donachasi. Chang donasi. Demak, mikrospora ma'lumotdan chang donachasini hosil qiladi va chang donachasi esa mitoz usulida bo'linadi. Mana. Mitoz usulida bo'linadi. Mitoz bo'linish natijasida ikkita hujayra hosil qiladi, demak mana. Ikkita hujayra hosil qiladi. Bu hujayraning bittasi, ya'ni yirigi mana shu vegetativ hujayra deb ataladi. Vegetativ hujayra deb ataladi. Maydasi esa generativ hujayra deb ataladi. Generativ hujayra deb ataladi. Xo'p, mikrosporalarda n to'plam bo'lganligi uchun, gaploid bo'lganligi uchun chang donachasi ham gaploid to'plamda bo'ladi. Mana gaploid to'plamda bo'ladi. Va mitoz biologik ahamiyati bor edi. Qanaqa to'plamli hujayra bo'linishga kirishsa, o'sha to'plam hosil bo'ladi. Demak, gaploid to'plamli hujayra bo'linganligi uchun hosil bo'lgan vegetativ va generativ hujayrada ham xromosoma to'plami gaploid holatda bo'lishi mumkin. Ya'ni gaploid holatda bo'ladi. Keyinchalik esa mana vegetativ hujayramiz yana bo'linadi. Mitoz usulida bo'linadi. Mitoz bo'lish natijasida chang naychasini hosil qiladi. Demak, chang nayini hosil qiladi. Bir nechta chang nayini hosil qiladi. Generativ hujayramiz ham mitoz bo'linadi. Mitoz bo'linadi va 2 dona spermiya hosil qiladi. Demak, 2 dona spermiya hosil qiladi. 2 dona spermiya hosil bo'ladi. Mana shu holat. Demak, spermiyalarning hosil bo'lish jarayoni shu. Endi jamlanma qilib yozib qo'yaylik, o'rganishingizga oson bo'lish uchun. Demak, bizda mikrosporatitdan demak hosil bo'lyapti mikrospora. Mikrosporadan hosil bo'lyapti chang donachasi. Chang donasi hosil bo'lyapti. Chang donasidan hosil bo'lyapti vegetativ va generativ hujayra. Vegetativ hujayradan hosil bo'lyapti chang nayi. Chang nayi. Generativ hujayradan hosil bo'lyapti ikkita spermiy. Ikkita spermiy hosil bo'lyapti. Shu bilan demak, changdonda kechadigan spermiyalarning hosil bo'lish jarayoni tugaydi mana shu holatda. Endi tugunchada kechadigan jarayonni ko'radigan bo'lsak. Tugunchada kechadigan jarayon. Demak, megaspora bo'yicha gaplashamiz.
megaspora. Mana bu megaspora hujayrasi. Megasporatsit. Uzr adashib ketdim. Megasporatsit hujayrasi. Bu megasporatsit hujayrasi demak tugunchada nimada urug' kurtakda yetiladi va buni ham to'plami 2n 2s holatda bo'ladi. Mana bu yerda mikrosporani ham yozib qo'yaylik. Mikrosporani ham to'plami 2n 2s holatda bo'ladi. Demak, megasporatsit mikrosporatga nisbatan yirikroq bo'lgan tuzilma hisoblanadi megasporatsit. Xo'p, megasporatsitimiz ham meyoz usulida bo'linadi dastlab. Demak, meyoz usulida bo'linadi va nima hosil qiladi deydigan bo'lsak, meyoz bo'linadida, demak, bitta yirik hujayra hosil qiladi, 3 ta mayda hujayra hosil qiladi. 3 ta mayda hujayramiz yo'naltirish tanacha deb ataladi. Bularning ham to'plami hammasi n to'plamda bo'ladi. Yo'naltanacha. Lekin bu yo'naltanachalar nobud bo'ladi. Bular yashamaydi. Nobud bo'ladi va bizda bitta hujayra hosil qiladi. Bu hujayraning nomi megaspora deb ataladi. Megaspora deb ataladi. To'plami demak n to'plamda bo'ladi megasporani. Keyinchalik bu megaspora hujayrasi 3 marta mitoz bo'linadi. Demak, 1 marta mitoz bo'linganda 2 ta hujayra hosil qiladi. Demak, mitoz yozib qo'yaylik. 1 marta mitoz bo'linganda 2 ta hujayra hosil qiladi. 2 marta mitoz bo'linganda 4 ta hujayra hosil qiladi. 3 marta mitoz bo'linganda esa 8 ta hujayra hosil qiladi. Va hammasida xromosoma to'plami n to'plamda bo'ladi. Ya'ni gaploid to'plamda bo'ladi. Yana bu 8 ta hujayrani murtay xaltasiga joylaymiz. Murtay xaltasiga. Demak, murtay xaltasi quyidagicha holatda. Demak, mana shu murtay xaltani tasavvur qilamiz. Mana bu murtay xaltani kirish qismi hisoblanadi. Murtayning kirish qismi nomi mikrofil deb ataladi. Mikrofil deb ataladi. Mana bu esa tubi halazal deb ataladi. Halazal. Demak, murtay xaltasini kirish qismi mikrofil deb ataladi. Pastki qismi esa halazal deb ataladi. Bu 8 ta hujayramizdan, qarang, dastlab 1 2 3 4 ta. 4 tasi mikrofil tomonda joylashadi. 4 tasi halazal tomonda joylashadi. Mana. Dastlabki holatda ikkala tarafda ham 4 tadan joylashadi. Keyinchalik halazaldan bitta, mikrofildan bitta hujayra markazga harakat qiladi va mana bu va mana bu markazga harakat qiladi. Mana bu joyda demak mana bu joyda markaziy hujayralarni hosil qiladi. Mana. Mana bu qolgan 3 tadan bitta yirikrog'i esa tuxum hujayra hisoblanadi. Demak, mana bu markazda joylashgani markaziy hujayra deb ataladi. Markaziy hujayra. Mana bu o'rta mikrofillar kattarog'i esa tuxum hujayra hisoblanadi. Tuxum hujayra deb ataladi. Mana. Demak, mana shu murtay xaltasini o'sha gaploid to'plami hujayrani hosil bo'lishi. Endi qo'shurlanish jarayonida mana bu ikkita spermiyadan bittasi kelib tuxum hujayra bilan qo'shiladi. Mana plus spermiya qo'shiladi va bundan murtay hosil bo'ladi. Murtay. Bittasi esa markaziy hujayra bilan qo'shiladi spermiyalarni va endospermni hosil qiladi. Mana shu esa o'sha o'smikda qo'shurlanish jarayoni hisoblanadi.
Xo'p, shu o'simliklarning gametogenez jarayoni bo'ladi. Xo'p, kimda qanaqa savol bor? Savolingiz bo'lsa bering. Mana hayvon yoki o'sim gametogenezi bo'yicha savolingiz bo'lsa bering. Hammaga tushunarli bo'ldimi dars? Yaxshi, tushunarli bo'lgan bo'lsa, demak, bugungi darsimiz mana shundan iborat bo'ladi. Savollaring bo'lsa, yozib qoldirsang ham bo'laveradi. Bemalol tushunmagan joylaringni tushuntirib beraman. Yaxshi. Darsga qatnashgan hammaga rahmat. Salomat bo'linglar.